Joriy yilning 25-fevral kuni davlatimiz rahbari Sirdaryo viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish, ish o'rinlari va investitsiyalarni ko'paytirish bo'yicha 2025-yilga rejalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazgan edilar. Muloqotlarda Sirdaryoni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha taklif va tashabbuslar ilgari surilgan. Xususan, Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlashga zarur mablag' ajratish va bu ishlarni 2025-yilning 1-iyuliga qadar yakunlash topshirildi. Oradan uncha ko'p vaqt o'tmasdan ushbu loyiha asosida Sirdaryo viloyatining ayrim mahalla fuqarolar yig'ini hududlarida ma'nan eskirgan ichimlik suvi quvurlarini yangilash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mazkur loyiha 36 milliard so'mni o'z ichiga oladi. Dastur asosida Guliston shahrining ayrim hududlarida 67 kilometr ichimlik suvi quvurlarini almashtirish ishlari boshlab yuborildi. Ushbu loyiha asosida Guliston shahrining ichimlik suvi tizimi iyul oyiga qadar takomillashtirilib, suv ta'minoti 24 soat rejimiga o'tishi reja qilingan. Hozir biz Ko'hnaturon MChJni yangi texnologiyalari bo'yicha ko'chani ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha ishlayapmiz. Bu texnologiyamiz yordamida ko'chani umuman asfalt qatlamiga yoki ekologik daraxtlarga umuman zarar bermagan holatda ish jarayoni olib boryapmiz. Bir kunlik natija, har bir texnikamizni bir kunlik natijasi 500 metr ichimlik suvini tortish bo'ladi. Boshqa rivojlangan davlatlarda ham mana shu gorizontal burg'ulash yordamida kommunikatsiya quvurlari yotqizish ishlari olib boriladi. Chuqurlikda turbani bir xil tekislikda yotishini inson omili qatnashmaydi. Bunda faqat kompyuter yordamida boshqariladi. Afzallik taraflari tezlik, yuqori sifat, turbani davomiy xizmat qilishiga, sifatli yotqizilishiga yordam beradi bu texnologiya. 4 tasini hozir Guliston shahriga olib keldik. Eksperiment sifatida hozir 2 ta ko'chani shu suvlashtirishini 3 kundan beri bajaryapmiz. 4 kilometr turba yotqizildi. Shundan 30 ta xonadonga ichimlik suv tarmog'i to'liq ulanib, sho'chklarigacha, hisoblagichlargacha уже qo'yilib, suvlari ochildi. Bu ishni boshlashayotganda biz rosa xavotirga tushdik. Voy, bizning ko'chamiz endigina asfalt bo'luvdi, yangi asfalt edi. Endi yana buzib, yana kovlab hamma yo'q bo'lib ketar ekan deb o'ylagandik. Yo'q. Yangi texnologiya ekan, biz xursandmiz. Hech qayerda hech qanaqa kovlash ishlari bo'lmadi. Shunda mana chiroyli qilib, ko'rinishlar buzilmay, asfaltlarimizga tegmasdan ko'chamizga suv quvuri o'tkazildi, xonadonlarimizga suv o'tkazilyapti. Bu yerda ishlayotgan xodimlarda mana kuzatib turibmiz, qisqa vaqt ichida shuncha ishlarni qilib yuborishdi. Bular erta kech demay qorong'i tushib kelsa ham ishlashyapti. Baraka topsin. Mana endi hammani eshigini oldiga kranlar chiqazilib, anaqa suv o'lkagichlar, uskunalari qo'yildi. Biz bundan xursandmiz. Biz xohlar edik, hamma yerda shunaqa ko'chalarni kovlamasdan, ko'rinishni buzmasdan, hammada ham shunaqa chiroyli ishlar bajarilsin. Ishlayotgan ishchilarimiz charchamasin. Biz xursandmiz mana shunaqa suvlar o'tganidan.